Endi Shilakablo'kdan apalabga qilib beton qo'yishlar davri o'tdi. Bundan beton quydigan bo'lsangiz, mana bunday xunaga chiqib ketadi. Undan ko'ra siz mana bunday silliq beton quyish uchun apalabga ishlating. Arzon arendaga beriladigan joydan yetib kelganmiz. Bu yerda mana bunday kolonna uchun apalabkalarimiz bor. 30, 40, 50 santimetrliklari bo'ladi. Balandligi 4 metrgacha bo'ladi. Hamda rim kolonnalarimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Bemalol olsalar bo'ladi. Bundan tashqari lesalarimiz bor. Lesalarning yangisi sotuvda ham bor ekan. Arendaga olsalangan bo'lar ekan. Razmerlari 1 metrligi 560 ming so'm bo'ladi, 2 metrligi 690 ming so'mdan bo'ladi. Stinalari 1.7 ligidan bo'ladi, yaxshisidan bo'ladi. Bundan tashqari mana bunday apalabkalarimiz bor, 27 santimetrdan 1 metrligacha bo'ladi. Bayoqlar ham bor, aravalar ham bor. Hammasi mana shu yerdan arendaga olsangiz bo'ladi. Kala konchiklarimiz ham bo'lar ekan, narxi 6,5 million so'm bo'lar ekan, arendaga olsangiz ham bo'ladi. Yerda prislar uchun mana bunday kenguruyimiz ham bor ekan, 1 soati 100 ming so'mdan bo'lar ekan, arendaga olib ishlatsalang bo'lar ekan. Kimgadir mana shunday narsalar, tovarlar kerak bo'lsa, ekran pastida nomeri bo'ladi, bemalol bog'lansalang bo'ladi. Vodiy bo'yicha dastlabkalari bor ekan, faqat kelishuv asosida. Ekran pastida nomerlari bo'ladi, telefon qilaverasiz. Farg'onaning 3 ko'piridan.